Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi obzorimiz Tatu aeroport yo'nalishida 9 qavatli binoning 1-qavatda 92 kvadratli xonadonimiz bo'ladi. Ushbu xonadonimizni kredit asosida birlamchi, ikkilamchi rastarochka subsidiya asosida sotib olsalar ham bo'ladi. Xonadonimiz 92 kvadrat, naливной pollari quyilgan, lyustralar ilingan, patolog natijnoy bo'lgan, отопление qismi bo'lgan. Xonadonimiz skvoznoy. Sanuzel qismi. Ushbu xonadonimiz двухконтурyo. Yana bitta yaxshi tomonlaridan xonadonimizda yana 92 kvadrat sokol qismi bor. Sokol qismiga pul to'lamaysiz. Tepa qismi 92 kvadratga to'laysiz xolos. Pastda 92 kvadrat bonusga shundoq beriladi. Bu xonadonimizning egalari har bir kvadratini 7 million so'mdan baholayapti. Qiziqqanlar bo'lsa murojaat qilaverasizlar.